2025-yilning eng top target strategiyasi. Assalomu alaykum, Aloqada Kamol Digital 7 yildan beri digital marketing bilan shug'ullanib kelaman va bu videoda biz sizlar bilan gaplashamiz. Aynan 2025-yilda qanaqa target strategiyalari yaxshi ishlaydi va qanaqa yo'nalishda target reklama yoqishingiz kerakligini men sizga batafsil tushuntirib beraman. Videoni boshidan aytib o'taman. Bu strategiyalarni sizlar bilan ulashishimdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lib, bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Hozirgi paytda avjiga chiqayotgan strategiyalardan biri bu yaxshi bir taklif tuzadi, offer, skidka, chegirma, imtiyozlar bilan mahsulot yoki xizmatni xarid qilishlari uchun va bu offerga 3-4 xil fonda, 3-4 xil aktyor, aktrisa bilan video kreativ ishlab, ana shu videoni lead qoldirishlari uchun yoki SMS yozishlari uchun reklama yoqaveradi. Bu leadlar bilan, SMSlar bilan sotuv bo'limi shug'ullanib turib, sotuvlar amalga oshadi. Va bu hammamiz biladigan lead generatsiya. Va mana shunaqa tarzda ko'pchilik ishlab keladi va oxirgi payt sezayotgan bo'lsanglar, o'sha ko'pchilikda muammo tug'ilishi boshladi. Aynan lead narxi bo'yicha, SMS narxi bo'yicha va mana shu joyda ba'zida auksionimda har xil ishlar bo'lyapti. Qanaqangidir anomaliyalar kuzatilyapti. Ya'ni bir kun yaxshi natija bo'lyapti, bir kun yomon natija. Bu nima degani? Ya'ni ko'pchilik hamma paytda mana shu strategiyalardan foydalanyapti. Siz sport qiziqishini tanlayapsizmi? Leadga reklama qilyapsizmi? Ishonavering, yana kamida 10 ta proyekt xuddi shunaqa sport qiziqishi bilan lead qoldirishlari uchun target reklamasini yoqyapti. Endi bunaqa holatda qanaqa yechim, qanaqa yangi qon qilishimiz mumkin? Tanaga qo'shiladigan yangi qon qilishimiz mumkin, чтобы bu yerda yangicha воронка bo'lishi uchun, yangicha strategiya bo'lishi uchun. Bu yerda biza chuqurroq ahamiyat qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu kalit momentlardan bittasi bu retarget. Men ko'pchilikga aytganman bu narsani, aynan retargetga urg'u qarating. Mana shu narsani siz eslab qoling. Sizni asosiy mijozlaringiz холодный auditoriyada emas. Sizni ko'rgan, profilingizga tashrif buyurgan, videolaringizga qiziqish bildirgan, sizga SMS yozgan, sizga lead qoldirgan, mana shu auditoriyaga, saytingizga tashrif buyurgan yoki yana itakdali, mana shu retarget auditoriyaga siz ko'proq fokus qarating. Ko'pchilik 80% budjetini холодный, ya'ni sovuq auditoriyaga qaratadi va qolgan 20% budjetini aynan retargetga qaratadi. Lekin siz mana shu hozir konkurensiyada yutish uchun, auksionda yutish uchun siz ko'proq urg'uni aynan retarget auditoriyasiga qarating. Retarget auditoriyasida siz misol uchun, oddiy misol bu narsani ko'p aytganman, ikkita begona brend bo'lsa, qaysi birini birinchi olish mumkin? Qaysi biri ko'ziga tanish bo'lsa, qaysini reklamasini ko'rgan bo'lsa, o'shani sotilishi osonroq. Bu narsani tushunib turib, lekin ko'pchilik retargetni ignor qiladi. Keyin retargetni ham to'g'ri qilish kerak. Retarget misol uchun aytaylik, klientskiy baza bo'yicha, mijozlar bazasi bo'yicha retarget qilishingiz kerak. Bu degani siz 2 yil, 3 yil oldingi bazani olib target qiling degani emas. Retarget qilayotganingizda sizda juda ham ko'p tanlov bor. Oldingi bazaga qanaqa retarget qilish kerak? Yaqinda sotgan bazaga retarget qanaqa qilish kerak? Qaysi mahsulot sotgan odamga nimani ko'rsatish kerak? Bundan tashqari sizda lookalike auditoriya bor. Siz sovuq auditoriyadan 500 ming odamga reklama ko'rsatdingizmi? Bo'ldi. Sizda o'zi yetarli darajada retarget auditoriyalar bor. Siz endi даже retarget auditoriyadan lookalike yashashingiz mumkin. Endi asosiy strategiya nimada deb so'raydigan bo'lsangiz, 2025-yilda siz reklama yoqayotganingizda urg'u qarating, aynan siz odamga birinchi videoni o'zida sotishga emas, balki u odamga 3 ta, kamida yoki 4 ta video ko'rsatib, keyingisi taklif berishga harakat qiling. Mana shu holatda lead narxi qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin sizda asosiy narsa arzon bo'ladi. SAS, ya'ni Customer Acquisition Cost. Bu degani mijoz narxi. Sizda aytaylik, lead narxi 50 sentdan tushyapti, lekin mijoz narxi $5. Amanda lead narxi $1, lekin mijoz narxi $3. Kim shotda plyusda? Albatta men. Chunki asosiy negiz mijoz narxi arzonroq. Lead narxiga qarab nimalardir o'zgartirib tashlash shart emas. Siz asosiy narsaga qarang. Mijoz narxi necha pul tushyapti? Bitta mahsulot sotuvi necha pulga tushyapti? Reklamni budjetingizdan olib chiqib, mana shu narsani hisoblaydigan bo'lsangiz, siz asosiy narsaga qarab reklamani o'zgartirayotgan bo'lasiz. Reklamani nastroyka qilayotgan bo'lasiz. O'shaning uchun lead narxiga qarab nimadir yechim qilishga shoshilmang. Har doim asosiy negiz
SAS, ya'ni mijoz narxiga urg'u qaratishga harakat qiling. Hozir gaplashgan narsalarimizni yig'indisini qilamiz. Boshqalardan ajralib turadigan strategiya tuzing. Ya'ni siz ko'proq retarget auditoriyasiga urg'u qarating. Bitta videoda emas, balki bir nechta takliflar orqasidan sotishga harakat qiling. Ya'ni birinchi videoni o'zidan sotishga emas, balki bir nechta videolardan keyin u odamga mahsulotingizni, xizmatingizni taklif qiling. Uchinchisi va eng asosiysi, yechimlarni va keyingi qadamlaringizni, keyingi strategiyalaringizni CPL lead narxiga qarab emas, balki SAS mijoz narxiga qarab tuzishga odatlaning. O'ylaymanki, bu video sizga foydali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.